qiziq narsa. O'zimizda yurgan insonlar ko'p kasal bo'ladimi yoki chet davlatlarga yurgan insonlar ko'p kasal bo'ladimi? O'ylab qarasak, o'zimizda yurgan insonlar ko'p kasal bo'lar ekan. Chet davlatdagilar sog'lom bo'lar ekan. Nima uchun deyilsa, o'zimizda uy sharoitida 3 mahal zo'r ovqatlanamiz yoki staloylarga kiramiz, maza qilib yashaymiz. Sog'lom turmush tarzi buziladi. Chetga ketgan fuqarolarimiz oila boqay, pul topib kelay deb mehnat asosida faqatgina jismoniy faoliyat, mehnat bilan shug'ullanishadi. Ya'ni ozgina obedga ovqat yesa ham, ertalab ovqat yesa ham turadi, o'shaning energiyasini sarf qilib keladi. Va ular kimningdir g'ami bilan chetga chiqishadi. Shuning uchun qarang, chetga chiqqan insonlar harakatni hisobidan sog'lom yuryaptimi? Biz o'tirib qolgan insonlar ham 3 mahal ovqatni paqqos tushirib, harakatsizlikdan kasal bo'lyapmiz. Mayli ovqatni yeng, lekin o'shanga yarasha jismoniy faoliyat qiling. Jismoniy faoliyat qila olmaysizmi? Unga yarasha kamroq ovqat yeyish kerak. Salomat bo'ling. Barcha kasalliklar mana shu og'izdan kirgan luqmaning hisobidan paydo bo'ladi. O'zingizni ehtiyot